O'zbekiston! Assalomu alaykum futbol shaydolari. Futbol olami Oz tarixidagi eng ulkan va eng shov-shuvli turnirga tayyorgarlik ko'rmoqda. 2026 yilgi jahon chempionati bu shunchaki musobaqa emas, bu futbol epoxasining yangilanishi, 48 ta jamoa, 3 ta mezbon davlat va bitta orzu. Bugun biz siz bilan chempionlikka asosiy da'vogar bo'lgan top 5 jamoani tahlil qilamiz. Kimning imkoniyati yuqori? Ispaniya yoshlarimi yoki Braziliya yulduzlarimi? Lekin asosiy savol boshqa. Sizningcha, Portugaliya terma jamoasi favoritlar kuchli beshlikka kirishga loyiqmi? O'z fikringizni hoziroq izohlarda qoldiring, videoni esa oxirigacha ko'ring. Chunki yakunda biz afsonaviy Cristiano Ronaldo va Lionel Messining so'nggi imkoniyatlari hamda o'zimizning O'zbekiston terma jamoasining sensatsion imkoniyatlari haqida gaplashamiz. Tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. 5-chi o'rin Angliya, 3 yerlarning yangi davri, kadrlar, Bellingham, Foden va Kanening gollari, tahlil, ro'yxatimizning 5 pogonasida Angliya. Bukmekerlar ularning imkoniyatini 12-15 atrofida baholamoqda. Jamoada Jude Bellingham kabi oltin topga da'vogar, Phil Foden kabi kreativ va Gary Kane kabi tajribali gol mashinasi bor. Thomas Tuchel boshqaruvidagi bu jamoa nihoyat omadsizlik la'natini yengib kubokni uyga qaytara oladimi? Tarkib dahshatli, lekin xarakter yetadimi? Bora, Vini, concentra na jogada. Tamo junto, Ney, bora pra cima. É isso aí. Mostra seu futebol. Torcho Braziliya Sambaning so'nggi sadosi Braziliya. Bu safar samba ustalari juda jiddiy. Vinicius Junior hozir dunyoning eng xavfli hujumchisi. Unga qanotlarda Rafinha va Rodrigo kabi yirtqichlar yordam beradi. Himoyada esa Marquinhos kabi devor bor. Va eng muhimi, bu Neymarning so'nggi imkoniyati. Butun Braziliya uning jahon chempioni bo'lib futbolni tark etishini istamoqda. Sizningcha Neymar o'z orzusiga yetadimi? Kommentariyaga fikringizni yozib qoldiring. Amaldagi chempionlar 3 o'rinda. Argentina tarkibi hozir juda muvozanatlashgan. Markazda Alexis McAllister, hujumda esa o'rgimchak Julian Alvarez, aynan Atletico Madridning yangi yulduzi dahshatli o'yin ko'rsatmoqda. Albatta jamoa sardori Lionel Messi hali ham safda. U jamoasini yana bir bor choqqiga olib chiqishga tayyor. Scaloni tizimi hali ham soatdek ishlayapti. Fransiya 2 o'rinda. Kylian Mbappe boshchiligidagi jamoa har qanday raqibni tormor qilishga qodir. Hujumda Usmon Dembelening tezligi, himoyada esa dunyoning eng yaxshi markaziy himoyachisi deb tan olinayotgan William Saliba bor. Shuningdek, Real yulduzlari Eduardo Camavinga va Aurelien Tchouameni maydon markazini beton qilib tashlashgan. Fransuzlar 2022 yilgi alamli mag'lubiyatdan so'ng o'ta motivatsiyalangan. Mbappe Pelega yeta oladimi jahon kuboklari bo'yicha? Siz qanday fikrdasiz? Va nihoyat bir o'rin Ispaniya. Hozirda dunyoning eng chiroyli futbolini aynan ular o'ynamoqda. Lamine Yamal va Nico Williams dueti har qanday himoyani parchalab tashlaydi. Orta chiziqda esa sehrgar Pedri, tajribali Rodri va Gavi bor. Ispaniya Yevroda hammani hayratda qoldirdi va 2026 yilda ham asosiy da'vogar bo'lib qoladi. Ularning yoshlarida to'xtatib bo'lmas g'alaba ishtiyoqi bor. Yamal jamoasini o'z ortidan ergashtira oladimi? Siz nima deb o'ylaysiz? Fikringizni kommentga yozib qoldiring. Endi esa biz uchun eng muhim qism O'zbekiston. Biz tarixda ilk bor jahon chempionatidamiz. Himoyamizda Manchester City yulduzi, dunyo skautlari nazaridagi Abduqodir Husanov devordek turibdi. Maydon markazida Abbosbek Fayzullayev va Jaloliddin Masharipov o'zining kreativ uzatmalari bilan hujumni ta'minlaydi. Oldinda esa sardorimiz Eldor Shomurodov o'z gollari bilan bizni g'alaba sari yetaklamoqda. O'zbekiston bu safar faqat qatnashish uchun emas, balki sensatsiya qilish uchun borishadi. Va'da qilganimizdek Portugaliya haqida. Ko'pchilik ularni kuchli beshlikka kiritmadi, lekin bu katta xato bo'lishi mumkin. Afsonaviy Cristiano Ronaldo o'zining so'nggi turnirida barchaga siz adashdingiz deb isbotlamoqchi. U jahon chempioni bo'la oladimi? Agar bu amalga oshsa, Messining yutug'i bilan tenglashib oladi va futbol tarixidagi eng katta bahsga nuqta qo'yilishi mumkin. Yoki ikki afsona ham bu safar yoshlarga yo'l beradimi? Siz nima deb o'ylaysiz?